qanaqadir muammolarni endi to'g'rilagan vaziyat Anvar avtoda kelaverasizlar. Xullas o'rtoqlar, mashinalar qarzdorlik bo'lib qolib, bizda olingan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar, bankka borsanglar 10 ming dollar qarzinglar bor, lekin mana joyini aniq eshitib olinglar. Mashinanglar 8 ming dollar ketagan bo'lsa, bankdan 2 ming, 1,5 ming dollar qarzdorlik bo'lib qolgan bo'lsa, shaxsan Anvar Avto Trading yopib qarzdorlikni tekis chiqartirib beradi. Agarda mashinalarni bankka olib qolib, mashinalarni sizlarni bo'yningizga qarz qilib qo'yayotgan bo'lsa, o'sha qarzni biz yopib mashinalarni olib qolib, MIBdan ham, bankdan ham hech qatdan qarzdorliklarni nol qildirib chiqarib beramiz. Esingizdan chiqmasin, Anvar Avto mana joyda hamma muammoni, avtokreditni, ipotekani hal qiladigan joy Qumariqda bo'ladi. Yana qaytarib aytaman o'rtoqlar, nobodosizlar 2023-yil, 2024-yilda mashina juda keskin darajada qimmat edi. Hozir mashinalar narxi tushib ketayotgani sababiga oilaviy sharoitinglar, mablag'inglar yetmagan hisobda mashinani bankka olib borsanglar, bank sizlarga o'rtoqlar 30 million, 40 million, 20 million boninglar qarz qilib qo'yaptimi? O'sha qarzinglarni o'zim to'lab, tekis qilib, 0 qilib berib, mashinalarni olib qolamiz. Sizlarni sutdek oppoq qilib, qarzdorsiz qilib chiqartirib berishga qaror qildik. Xullas, Anvar Avto har doim bir kelaverasizlar. Omon bo'linglar.